Assalomu alaykum barchaga. Mana navbatdagi tarozimiz ham o'z egalariga ketmoqda, xudo xohlasa. Razmerlarini aytib o'taman. 3,5 metrga 2 metr, ko'tarish quvvati 7 tonnaga moslashtirilgan, xudo xohlasa. Kia Bongo deysizmi, Labo deysizmi? Bemalol bosaverasizlar, ko'mirchi akalar, metallomchi akalar, mana sizlar uchun, xudo xohlasa. Narxlarini aytib o'taman. 3,5 metrli tarozimiz $1800, xudo xohlasa. Mana navbatdagi tarozimiz 1,5 metrga 1,5 metr bo'lgan tarozimiz, ko'tarish quvvati 2 tonnaga moslashtirilgan. Ko'mirchi akalar, yana aytib o'taman, ko'mirchi akalar. Mana yoki parranda bilan shug'ullanadigan, go'sht mahsuloti bilan shug'ullanadigan akalarimizga yoki meva, sabzavotlar bilan shug'ullanadigan akalarimizga juda asqotiy turgan tarozimiz. Paddon tarozimiz degan bo'laveradi. Narxini aytib o'taman akalar, $560. 1,5 ga 1,5 bo'lgan tarozimiz. Xudo xolasa mana yonidagisini ko'rib tushsalardan bo'ladi. Xo'p, 125 ga 125 bo'lgan tarozimiz. Ko'tarish quvvati bu ham 2 tonnalik, 2 yil garantiyasi bilan, xudo xohlasa. Narxini aytib o'taman akalar, $540. Xudo xohlasa 2 yil garantiyasi bilan. Xohlasalar 3 tonnalik qilib beraman. Narx o'sha, narx o'zgarmaydi. Galdagi tarozimiz, mol tarozimiz, taglik qismi, reshotkasini o'zim qilib olaman degan akalarning rasa asqot etilgan tarozi. Reshotkalarni o'zlari qilib olsa ham bo'ladi. Razmeri 1 ga 2, ko'tarish quvvati buni ham 2 tonnalik. Xo'p, 2 yil garantiyasi bilan narxi $420. Galdagisi qo'y tarozimiz. Mana nihoyat yetib keldik. Razmeri 1,20 ga 70, balandligi 80. Ko'tarish quvvati 500 kiloga moslashtirilgan akalar. Qo'y chorva bilan, echkilar bilan shug'ullanadigan rosa asqotadi. Narxi $280. Xudo xohlasa 2 yil garantiyasi bilan bu tarozimiz ham. Bunisi endi mol tarozimiz, hammaga tanish bo'lgan. Bu tomonidan kirib, u tomonidan chiqib ketavergan mol tarozimiz. O'sha mashhur reshotkalari ichiga yotadi, eshiklari olinadi, arkasi ham olinadi. Xo'p, ko'tarish quvvati 2 tonnaga moslashtirilgan. Akalar, bu ham 2 tonnaga moslashtiriladi. Xohlasalar 3 tonna qilib beramiz, narxi o'zgarmaydi. Narxiga keladigan bo'lsak $520. Xudo xohlasa. Sunnatiga deytirganlarga, akalarga o'tib beramiz sunnatiga. Kimga qiziq bo'lsa mana